Qizlar, bugun men erimga katta gapirib qo'ydim. Men bir oy ichida 50 mingta obunachi yig'a olaman dedim. Hozir obunachilarim 30 mingdan oshiq. Erim dedilar, agarda bir oy ichida 50 mingta obunachi bo'lsang, mayli, ikkita bo'lamiz va senga O'zbekistonga bilet olib beraman. Borib yozgi kanikulni o'sha yerda o'tkazib maza qilib kelasizlar dedilar. Shu gaplarni eshitib juda ham xursand bo'lib ketdim, chunki bu men uchun juda ham katta narsa. Yaqinlarimni ko'rish, diydoriga to'yish, ular bilan vaqt o'tkazish. Bu gaplarimni menga o'xshagan musofir xotin-qizlar juda ham yaxshi tushunishadi. Ba'zida eng oddiy narsa ham eng katta baxt bo'lar ekan. Qizlar, nima deysizlar? Biz 50 mingta bo'la olamizmi? Ayollar ayollarni padishka qiladi, to'g'rimi? Men erimga aytdim, biletni olib qo'yavering. Ayollar ayollarni padishka qilishadi. Men bunga ishonaman dedim. Padishka bo'lib keting, balki aynan siz sabab men garrovda yutib chiqib, yaqinlarimni ko'rib kelishga muyassar bo'larman. Men ishonaman, ayollar ayollarni qo'llab-quvvatlashadi.